Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika prezidenti Donald Trumpning 14-mart e'lon qilgan ijroiya buyruqiga binoan Amerika dunyoviy taratqular agentligi qaramog'idagi xalqaro axborot organlarining mablag'ini to'ngiltish va ularni qisqartib ixchamlash xizmati rasmiy boshlangan bo'lib, shu kundan e'tiboran bu ahvol tezdan dunyo axborot sohasidagi qiziq temalarning biriga aylangan. Yevropa va Amerika tavasidagi ko'plagan axborotlar buning foyda ziyni haqidagi turli mulohazalarni o'qirmanlarga sunishga boshlaganda, Xitoy axborot sohasi tezdan buning olqish yog'dirib, buni ajoyib zo'r xush xabar deb ta'riflashga o'tgan. Xitoy hukumatining qonuniy hisoblanadigan Yer shari vaqti gazetining 17-martdagi obzorida bu hol alayda olqishlanib, bular hamisha davlatimiz haqida saqt uchurlarni tarqitish bilan mashg'ul bo'lib kelgan edi. Ularning taqilishi nihoyat yaxshi bir ish deyilgan. Shuningdek, Amerika ovozini alayda misol qilib, bu radio amaliyotda yolg'onchilik zavodi edi. Uni burunli taqitish lozim edi degan. Mazkur gazetning sobiq bosh muharriri Xu Shijin tezdan o'zining ijtimoiy taratquy hisobida bu to'g'risida so'z qilib, Әмді Amerika ovozi pala chalg'i tushib qoldi. Davlatimizga ashadiylarcha o'shmanligi bo'lgan Erkin Osiyo radiosimi shundoq bo'ldi. Bu qaltis xush xabar deb yozgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlar Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosining mablag'ini to'ngiltib qo'yish masalasi to'g'risida savol so'raganda ministrlikning bayonotchisi Mauning siz tilga olgan bu taratqularning davlatimiz haqida yolg'on yavudoqlarni tarqitib yurgani hech kimga sir emas deb javob bergan. Xitoy hukumatining bu xildagi olqishlari yolg'iz Xitoy davlati bilan cheklanib qolgani yo'q. Yillardan buyon Xitoyning beqindisi deb qarilib kelgan Kambodjaga 40 yildan beri to'mir musht bilan hukmronlik qilib kelgan mustabid Hun Sen buni qarshi oldiganligini oshkor bayon qilgan. Janubiy Xitoy Atiganlik gazetining 18-martdagi obzorida aytilishicha, Hun Sen bu vaqtda to'xtalib, bu amaliyotda saxt xabar, yolg'onchilik, haqiqatni burmalash va dunyo miqyosida parakanchilik paydo qilishda aktiv rol o'ynab kelgan tashviqot mashinasiga prezident Trumpning xotim berishidir degan. Xitoy hukumati o'tgan bir necha yilda g'oyat zo'r moliya kuchi va odam kuchi sarf qilish badaliga ijro qilib kelgan Xitoy haqidagi hikoyalarni yaxshi so'zlash, atalmish Xinjiang haqidagi hikoyalarni yaxshi so'zlash degandek tashviqotlarda aktiv rol o'ynab kelgan chet ellik to'rtcho'lponlarmi buni bir cho'ng g'animat fursat deb bilganligi ma'lum. Yillardan buyon Shanxayda yashab kelayotgan Yangi Zelandiyalik yosh Andi Buram Xitoy haqidagi ma'lumotlar nomida Xitoyni madiylash mazmundagi uchurlarni tarqitib kelgan kishilarning biri bo'lib, bu qatimqi ijroiya buyrug'i e'lon qilingan hamon buningga eng aktiv ovoz qo'shgan. U o'zining X hisobida uchur yo'llab, o'tgan hafta Washington shahridagi Xitoy qarshi badbashir tashviqot organlari taqaldi. Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosining qarsoyisi mangulikka g'oyib bo'ldi deb yozgan. Darvaqa Andi Buramning bu ishdan gulqaqalari ichilib ketganligi davlatlik ommaviy radio NPRning qonliq shanba temisidagi obzorida alayda tanqidlanib, Erkin Osiyo radiosi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga solgan zulmlarni fosh qilish va xalqaroning diqqatini bu masalaga burashda muhim rol o'ynagan. Xitoy hukumatining kontrolligida inglizcha nashr qilinadigan Shanxay gazetining muxbiri buni bekmi esil xabar deb atagan deyilgan. Xitoy hukumatining bu vaqtdagi materiallari o'tirg'i chiqqan hamon g'arb dunyosidagi nopozliq axborot vositalari uchun xabar temisi bo'lib qolgan. Bo'libmi Xitoy hukumatining uzun yillardan buyon turli choralar bilan yo'qotish qurbi yetmayotgan bu axborot vositalarining amdilikda taqlib qilish xavfiga duch kelishidan Xitoyning oshkor xushal bo'lganligi buningdagi markaz nuqta bo'lgan. New York vaqti gazetining 18-martdagi obzorida Amerika ovozi va Erkin Osiyo radiosining necha 10 yildan buyon Xitoy hukumati sodir qilib kelayotgan kishilik huquq dafsanchiligini fosh qilib kelganligi. Shu sababdan Xitoy hukumatining bu ishga o'ringa azaldan qarshi ekanligi aytildi. Avtorning qarashicha, Xitoy hukumati g'arb dunyosi, jumladan Amerika ta'sirining Xitoyga singib kirishidan bekmi ehtiyot qilib kelgan bo'lib, yillardan buyon bu axborot vositalarining radio to'lqinlarini qalayimqonlashtirish va to'sib qo'yish uchun g'oyat zo'r odam kuchi va moliya kuchi ajratib kelgan. BBCning 18-martdagi obzorida bo'lsa, Erkin Osiyo radiosining Sharq Turkistondagi zo'r ko'lamli tutqun va lager sistemasini tunji bo'lib fosh qilgan axborot organlaridan biri ekanligi alayda eskartilgan. Bu haqda ularga so'z qilganlar bu xildagi axborot organlarining taqilib qilishi, mohiyatda haqiqatni fosh qilguvchi kuchlarning ko'milib qilishi, shuningdek zulmatning himoyachilarining hamma yerni o'z bayonlari bilan to'ldirishiga yo'l ochib berdiganligini.
Buning bilan adolat nurlarining xiralashib qilishining yiroq emasligini alayda eskartgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning bilan hamkorlashayotgan 57 tashkilot 21 mart birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'ur xalqining insoniy haq-huquqlarining AQSh hukumati tarafidan har vaqt qo'g'dalishidan xursand bo'layotgan bir paytda Uyg'urlarning birdan-bir ovozi bo'lgan Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limining taqilish ehtimolidan qattiq andishlanganligini, qurilgan 1998 yildan buyon Uyg'urlar uchun birdan-bir mustaqil axborot organi bo'lgan Xitoyning Uyg'urlarga qarta keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak va Uyg'ur madaniyatini, tilini va tarixini yo'qotishini dunyoga oshkorlaganligini, Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarning mustaqillik ovozini o'chirish tirishchanliklariga, Beijingning yolg'on uchur tarqitish va ta'tir tashviqot harakatlariga qarshi eng ishonchli va mo'tadil axborot organi bo'lib kelganligini eskartib, Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limining iqtisodining to'xtatilish qarori Amerikaning demokratiya va fikr erkinligining qo'g'dug'uchisi salohiyatini ojizlatib qolmay, o'xshash vaqtda Xitoyga xalqaro vaziyatni o'z xohishi bo'yicha yetaklashiga, bo'libmi Amerikaga qarshi bir muhit yaratishiga zamin hozirlab berdiganligini, Shi Jinping hokimiyatidagi Xitoyning ta'tir tashviqot harakatini kuchaytirib, jinoyatlarni inkor qilish, begunohlarni qarlash va xalqarodagi hukumatlarni jimoqtirish uchun iqtisodiy besim ishlatadiganligini, Erkin Osiyo radiosining rost va ishonchli manbalarga tayangan axborotchiligi bo'lmagan taqdirda Xitoyning ta'tir tashviqotining raqibsiz qilib, Beijingning yolg'on uchurlarini keng tarqitib, muhojiratdagi Uyg'urlarga qarata chegara hal qilgan bostirish siyosatini kuchaytirishga va insoniyat qarshi ishlagan jinoyatlardan oqlanishiga qulaylik yaratib berdiganligini ifodaladi. Georgetown universitetining professori James Millward apandi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining siyosiy va madaniyat jihatlaridagi roliga alayda yuqori baho berib, buningdagi sabablarning biri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur rayoni yoki Xinjiangda yuz bergan nurg'unlagan ishlarni fosh qilgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi kishilarning bu ishlarni bilishni xohlamaydi. Ikkinchisi, Erkin Osiyo radiosi shuncha qiyin sharoitdami o'xshamagan yo'llar orqali bu joyda Uyg'urlarga nimalarning bo'layotganligini dunyoga, shuningdek dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga to'g'ri xabar shaklida o'tirg'i chiqardi. Texmi muhimi, Xitoy hukumati o'tgan yillarda Uyg'urlarni va Uyg'ur madaniyatini assimilyatsiya qilib, Xitoy madaniyatiga qo'shib o'tishning qasdiga tushgan adnasi kishilarning Uyg'ur tili o'rganishini cheklab, Uyg'ur madaniyatining keyingi avlodlarga yetkazilishiga to'sqinlik qilib kelgan. Erkin Osiyo radiosi bo'lsa, bu tilni saqlab qolish bilan birga bu tilda siyosiy va madaniyat sohasiga doir ko'plagan materiallarni chiqardi. Bu ma'nidan olganda Uyg'ur bo'limi amaliyotda dunyodagi Uyg'ur madaniyatining markazi bo'lib qolgan. Ammo Xitoy hukumati bundaq bir markazning mavjud bo'lishini zinhor xohlamaydi. Mablag'ni to'nglatib qo'yish haqidagi ijroiya buyruq e'lon qilingandan keyin Erkin Osiyo radiosining prezidenti Beyfan xonim bu vaqt fikr bildirib, radio mablag'ining to'xtatib qo'yilishi diktatorlar va mustabidlar, jumladan Xitoy Kompartiyasi uchun mukofotdir. Bizning Uyg'urlar haqidagi bo'sish xarakterlik ma'lumotlarimiz tunji qatimliq Trump hukumatining Xitoy hukumati ijro qilayotgan qirg'inchiligini dunyoga jakarlashiga sabab bo'lgan edi degan. Radio mablag'ining to'nglatib qo'yilishi haqidagi xabarlar ma'lum bo'lgandan keyin har sohaning zo'r diqqatini qo'zg'agan bir masalaga aylandi. Yillardan buyon Uyg'urlar masalasi bilan shug'ullanib kelgan olimlardan professor James Millward o'zining X hisobida uchur yo'llab, Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi bizning Uyg'ur rayoni haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlab kelayotgan eng yaxshi manba hisoblanadi. Buni yo'q qilib etish Amerika uchunmi, shundaqla Amerika hukumati qo'llashga tegishli bo'lgan Uyg'urlar uchunmi bir dard bo'ladi. Tashqi ishlar ministri Rubio apandi siz bu masalaga qanday qaraysiz deb yozgan. Erkin Osiyo radiosining mablag'i kesilganligi haqidagi savolni boshqa muxbirlarning mush shaklda o'tirib qo'yganligi ma'lum. Janubiy Xitoy deganlik gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Uyg'urlar masalasida aktiv bo'lib kelayotgan Marko Rubio'dan bu savol so'ralganda, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Tammy Bruce bu ish texi muqimlashib ketgani yo'q deb javob bergan. Ammo bu vaqtda tafsiliy to'xtalmagan. Bu tema muhojiratdagi Uyg'urlar orasida g'ulg'ul qo'zg'aganligi ma'lum. Bo'libmi Erkin Osiyo radiosi qarmog'idagi Uyg'ur bo'limining taqilish ehtimolligi to'g'risida ba'zilar inkos yozib, agar shundoq bo'lsa, bu Uyg'urning chet eldagi birdan-bir rasmiy ovozining o'chirilishi bo'lib qoladi degan. Yana ba'zilar bo'lsa, radioning taqilishi Xitoyning Uyg'urlarni yo'qitishiga yeshil chiroq yiqib berganlik bo'ladi degan. Bu to'g'risida so'z bo'lganda professor James Millward buning yolg'iz bir radio stansiyasining taqilishi bo'lmaydiganligini, aksicha buning zararining taxmin cho'ng bo'ldiganligini alayda eskartib,
Şübhəsizki Erkin Asiya Radiosu'nun Uyghur bölümü dünya miqyasida Uyghur tilida anglatish beradigan eng muhim radio ve uçur mulazimati hisoblanadi. Bu bölümde pidakar, yuqori ma'lumotliq va tirishchan muxbirlar qo'shini mavjud. Hamdikilab bu bölümning qisqartilishi ozgina hukumat xarajatini tejab berishi mumkin. Ammo bu radioga ajratilgan ozgina xarajatga solishtirganda ular tayyorlab chiqqan programmalar uni hassalab besib tushidi. Ularning Uyg'urlarga ato qilgani, shuningdek Amerika hukumatining yumshoq kuch strategiyasiga qo'shgan to'kpisi bekli cho'ng edi. Navbatda bu masala har qaysi ijtimoiy taratquv manbarlarida qiziq talash tortishga sabab bo'layotgan bo'lib, ba'zilar Trump hukumati bu xildagi ideologiya ko'rishining muhimligini tushunmaydigan darajada emas, ular buni burunqidanmi unumli shaklda hal qilishi mumkin deb yozganligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio o'tgan juma kuni Tayland hukumatining 27 fevral 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarishda javobgarlik bo'lgan vazifa o'tayotgan yoki vazifadan ayrilgan Tayland hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'ydiganligini e'lon qildi. O'xshash vaqtda yana Yevropa parlamenti mutlaq ko'p ovozning qo'llashida qaror loyihasi ma'qullab, Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganligini aybladi. Qaror loyihasida Tayland hukumatining Uyg'urlarni qaytarishni darhol to'xtatib, BDT musafirlar Oliy Mahkamasining Tayland qilib qolgan Uyg'urlar bilan ko'rishishiga yo'l qo'yishi, ularning hozirgi salohiyat haqida aniq uchurlar bilan ta'min etishi talab qilingan. Qaror loyihasida yana Yevropa komissiyasining Tayland bilan bo'lgan erkin savdo suhbatidan foydalanib, uningga besim qilishi talab qilingan. Bu Amerikaning tunji qitim siyosiy panohlik tilagich Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda rol o'ynagan chet el hukumat amaldorlariga qarta jazo tadbiri e'lon qilishidir. Navbatda Amerika viza embargosining Tayland bilan cheklanmaydiganligi, uning boshqa chet el hukumatlarini nishon qilganligi qayd qilinmoqda. Marco Rubioning ta'kidlashicha, Tashqi ishlar ministrligi qo'g'dilishga ehtiyojli bo'lgan Uyg'ur yoki boshqa etnik diniy guruhlarni majburiy Xitoyga qaytarishda mas'uliyati bo'lgan yoki uningga sherik bo'lgan chet el hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'yiladi ekan. Shuningdek, bu kishilarning ba'zi oila a'zolarimi embargo obyekti bo'ladi ekan. Amaliyat shuki, Amerikaning viza embargosi Taylanddagi davlatlar uchun xalqaro qonunga xiloflik qilishning badali bo'lganligi, Xitoyning besimiga qarshi tangpungliq shakllantirganligi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa parlamenti qaror loyihasining qanchalik ta'sir bo'lishi, yana Yevropa komissiyasining buni qanchalik nazarda tutishiga bog'liq ekanligi qayd qilinmoqda. Manchester universitetining tarix fanlari lektori, Uyg'urshunos, Uyg'ur tarixining muqaddas yo'llari nomli kitobning avtori Ryan Tomning ko'rsatishicha, Amerikaning jazosi musofirlar ahdnomasiga xiloflik qilguvchilarning badal to'laydiganligining signalini bermoqda ekan. Ryan Tom mundaq degan: "Buning beradigan aniq signali shuki, Amerika musofirlar va kishilik huquq masalasidagi mas'uliyatiga xiloflik qilgan davlatlarga badal to'latmoqchi bo'layotdi. Balkim bu Xitoydan kelayotgan besimga qarshi tangpungliq shakllantirdi." Ryan Tom Amerikaning jazosi 3-davlatlar uchun Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikning badali bo'lganidek, ularni Xitoyga qaytarishning badali bo'lganligi. Navbatdagi vaziyatda kelajakni mo'ljallash intayin mushkul bo'lsa-mu, ammo embargo Taylandda qilib qolgan Uyg'urlarni qo'g'dash uchun yaxshi fursat bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Ryan Tom mundaq deydi: "Kelgusini mo'ljallash mumkin bo'lmasa-mu, ammo bu embargo qolib qolgan 8 Uyg'urni qo'g'dash uchun yaxshi fursat bilan ta'minlaydi." Halbuki Marco Rubioning 14 mart kuni e'lon qilgan bayonotida biz Xitoyning uzundan buyon Uyg'urlarga qarshi elib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoiy qilmishlarni nazarda tutib, dunyodagi har qaysi hukumatlarni Uyg'ur va boshqa guruhlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz deyilgan. Tayland hukumati mayli Yevropa parlamentining qaror loyihasi bo'lsin yoki Amerikaning embargo siyosati bo'lsin, Taylandga ta'sir ko'rsatmaydiganligini bildirmoqda. Bangkok hukumati Taylandning Amerika bilan bo'lgan o'zaro hurmat qilish va o'rtaq strategik manfaat asosidagi uzun muddatli ham yaqin ittifoqdoshlik ahdnomasiga qimmat berdiganligini, Yevropa parlamenti chiqargan qaror loyihasining Yevropa ittifoqi Tayland erkin savdo suhbatiga ta'sir qildiganligini, ikki taraf savdo kelishimini patiqinda imzolashga kelishganligini aytgan. Lekin Yevropa parlamenti a'zosi Engin Erog'lu 18 mart Erkin Asiya radiosiga bergan bayonotida Taylandning vaziyatning jiddiyligini to'nib yetishi va Yevropa komissiyasining Taylandni xalqaro prinsiplarga xiloflik qilishning badali bo'lganligi haqida ogohlantirish kerakligini bildirgan. Engin Erog'lu mundaq deydi: "Men Taylandning vaziyatning jiddiyligini e'tirof qilishini, Yevropa ittifoqining Tayland bilan kishilik huquq xiloflik qilish masalasini so'zlashishini kutaman. Xalqaro prinsiplarga xiloflik qilish jazosiz qolmasligi, Yevropa ittifoqi buni Taylandga aniq aytish kerak." Shuning bilan bir vaqtda Engin Erog'lu Yevropa parlamentining bu masalaga tutgan pozitsiyasiga qaylamasligini, Uyg'urlar Xitoyga o'tkazib berilishdan burun
bu masalani hal qilish fursatini qasddan qochirib qo'yganligini ta'kidlamoqda. Amerika hukumati bilan Yevropa parlamenti Uyg'urlarning Xitoyga o'tkazib berilsa, ularning hayoti xavfga uchraydiganligini ogohlantirsimi, ammo Xitoy hukumati Uyg'urlarni qaytarib ketishning Tayland Xitoy qonunlariga, xalqaro qonun va qoidalarga uyg'un ekanligi, Amerikaning buningga aralish huquqining yo'qligini bildirmoqda. Xitoy hukumatining o'z garajdonlarini qo'g'dash majburiyati ham mas'uliyati borligi, ularning urug' tuqqanlari bilan jam bo'lib, normal hayotga qaytishiga yordam qilganligini aytgan. Navbatda Taylandning davlat mudofaa ministri va adliya ministri bir vakillar o'mikini tashkillab, 18 martdan 20 martgacha vatanimizda ziyoratda bo'lib, Tayland doiralari vakillar o'migining 27 fevral Xitoy qaytarilgan 40 Uyg'urning ahvolini ko'rib kelganligini qayd qilsimi, ammo bu ziyorat faqatla Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang tashviqotiga yaraydiganligi, Taylandning bu tashviqotning bir parchasiga aylanganligi qayd qilinmoqda. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.